Teleportatsiya nima edi? Bir jismni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish. Mana hozir ovozni aytsak Amerikaga boryapti-yu. Suratni jo'natsak boryapti-yu. Jismni ko'chirish ertaga bo'lar, Qur'onda bor. Sulaymon alayhisalomning qissasiga murojaat qilsanglar, Bilqisning taxtini, Yamanda turgan taxtini Quddus Sharifga olib kelib qo'ydi. Teleportatsiya mana shu. Ertaga u ham bo'lib qolar. Bu hozir siz bilan bizga ertakka o'xshashi mumkin, lekin qayoqdan bilasiz? Alloh taoloning bu ilmida bor. Boyaga Sulaymon alayhisalom aytadi-da, ana shu Bilqis meni oldimga kelgunga qadar malika, taxtini kim menga olib kelib qo'yadi deganda, jinlardan bo'lgan ifrit men dedi. Shu majlissiz tugaguncha olib kelib qo'yaman dedi. Ya'ni kun chiqqandan o'tirardi majlisga, vazirlari bilan peshingacha o'tirardi. Bu uzoqqa o'xshadi. Kim yana olib keladi deganda, huzurida deydi, dargohida ilm bor bo'lgan zot, men u taxtni siz oldingizga ko'zingizni ochib yumgunicha olib kelib qo'yaman dedi. Haqiqatan ko'zini bir yumib ochdi, Bilqisning taxti turibdi. Nima dedi? Bu Robbimning menga bergan sinovi dedi. Ne'mati dedi. Shukr qilamanmi, nonkor bo'lamanmi? Kim edi bu degan savol bor. Insonmidi, jinmidi? Kim bo'lishdan qat'iy nazar shunday zot ediki, uni huzurida Alloh taoloning Ismul Azam ilmi bor edi. Alloh taologa mana shu Ismul Azam eng buyuk ismini aytib turib duo qilsa, darhol ijobat bo'lar edi. Demak, Alloh taolo ilmini chegarasi yo'q. Ilmini chegarasi yo'q. Xizr alayhisalom, Musa alayhisalom ikkalasi uchrashdi. Musa alayhisalom Xizr alayhisalomdan ilm o'rganishlik uchun. Xizr alayhisalomda kelajakda bo'ladigan ishlarning xabari ilmi bor edi. Musa alayhisalomda o'tmish ishlarning ilmini xabari bor edi. Ikkalasi yig'ildi. O'tmishda bo'ladigan zot bor, kelajakda bo'ladigan zot bor. Xizr alayhisalom aytdiki, kemada ketishayotganida bir qush keldida, shu dengizning suvidan bir tomchini ichdi, kelib o'tirdi kemaga. Xizr alayhisalom aytdi: "Sendagi ilm bilan mendagi ilmni yig'ishtirsak, mana shu ilm ikkalamiz ilmimiz. Allohning ilmini oldida dengizdan mana shu qush suv ichganchalik ham bo'lmaydi" dedi. Kelajakni bilasiz, o'tmishni bilasiz. Bu o'zi katta narsa, lekin shu ilm, shunaqa katta ulkan ilm dengizdan bir tomchiga ham o'xshamaydi dedi. Shuning uchun Alloh taolo bandalar o'sha ilmlarni olishlikka loyiq bo'ladigan ishlarni qiladi. Dunyoviy fanlarni, fizikasini, kimiyasini, matematikasini o'qiydi. Sababini qiladi, Alloh ozgina-ozginadan beraveradi. Mana shu dunyo ilmlarini olib o'sishlikda musulmon bo'lmaganlar sababni zo'r qilyapti. Alloh ular musulmon bo'lmasa ham beryapti shu ilmni. Ammo musulmonlar namozni o'qiyapti, ro'zani tutyapti, duoni qilyapti. Ana shu dunyoviy ilmlarda o'sishlikka harakat qilmayapti, duolar qilyapti, Alloh bermayapti bularga. Allohning adolatini ko'ryapsizmi? Kim sababni yaxshi qilsa, o'shunga berar ekan Alloh. Biz o'shalar chiqargan mahsulotni olib kelib sotiblar, o'zimizni bir balo his qilib yuribmiz. Vaholanki biz musulmonlar faqat iste'molchi bo'lib qolganmiz. O'zimiz hech narsa chiqarmayapmiz. Mixni ham tashqaridan olib kelyapmiz. Upakovka qilib sotib, men zavod ochdim deyapmiz. Siz zavod ochmadingiz siz. Siz maydalab olib kelib, korobkaga solib sotishni o'rgandingiz. Siz o'zimizdan chiqqan toshni eritib, miq qilib, shurub qilib olib chiqing. Biz o'zimiz ishlab chiqarish qilishimiz kerak. Alloh taoloning ilmidan insonlar qanchasini o'rganar ekan? Alloh berganchasini. Alloh kimga berar ekan bu ilmdan? Sababini zo'r qilganlarga.